Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda umumiy va amaliy immunologiya fani haqida mavzusi haqida tushuntiriladi. Ya'ni immunitet haqida. Odam immuniteti nima vazifa bajaradi? Immunitetning turlari bor. Immunitetda qanday mustahkamlash mumkin? Va immunitet bilan mikroorganizm, bakteriya yoki viruslar orasidagi munosabatni ko'rib chiqamiz. Umumiy olganda immunitet, ya'ni immunitet nimadandir ozod bo'lish, xalos bo'lish degan ma'noni anglatadi. Bu shu yuqumli kasallikka berilmaslik yoki yot jism tushib olgan vaqtida unga qarshi kurashish, ya'ni yot agentlar deb ham aytiladi, antigen deb ham aytiladi. O'shanga berilmaslik qobiliyatiga bu immunitet deyiladi. Immunitet bir necha shakllarda bo'lishi mumkin. E, bir necha shakllarda bo'lishi mumkin. Hozir immunitetni klassifikatsiyasini ko'rib o'tamiz oldin, undan keyin immunitetning immun jarayon, ya'ni immun javob degan narsani ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Immunitet umuman olganda ikkita turi bor: tabiiy va sun'iy immunitet deyiladi. Tabiiy immunitet o'z navbatida yana ikkiga bo'linadi: tug'ma va orttirilgan immunitetga bo'linib ketadi. Ya'ni mana shu sxema bo'yicha immunitet klassifikatsiya qilinadi. Immunitet tabiiy va sun'iy bo'lishi mumkin. Tabiiy immunitet tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Sun'iy immunitet bo'lsa faol, aktiv, faol, ya'ni aktiv, faol bo'lmagan passiv turlarga bo'linadi. Faol, ya'ni aktiv immunitet bu vaksinalar orqali bo'ladi. Faol bo'lmagan passiv immunitet bo'lsa bu immun zardob orqali amalga oshiriladi. Tabiiy tug'ma immunitetimiz bu qanday? Odam tug'ilishi bilan bor bo'lgan immunitet, ya'ni uni paydo qilish uchun hech narsa qilmaydigan, onadan bolaga o'tadigan yoki turga xos bo'lgan immunitet bu tabiiy tug'ma immunitet deyiladi. Ya'ni masalan, ba'zi bir kasalliklarimiz bor, odam umuman kasallanmaydi, lekin hayvonlarda uchraydigan kasalliklar bor. Odamda unga qarshi tabiiy tug'ma immunitet bor. Tabiiy orttirilgan immunitet bo'lishi mumkin. Bu qanday? Biz qaysidir bir hayot faoliyatimiz davomida qaysidir bir kasallik bilan kasallansak, ya'ni yuqumli kasallik bilan kasallandik, undan keyin bizda immunitet shakllanadi. Mana shu narsa, ya'ni hech qanaqa dori vosita olmasdan biz kasallandik, boshimizdan o'tkazdik, unda bizda tabiiy immunitet shakllanadi. U lekin qanaqa turi? Tabiiy orttirilgan immunitet deyiladi. Immunitetda sun'iy turlari bor. Sun'iy turi qanday? Faol va aktiv va passiv turi bo'ladi. Aktiv turi bu vaksinalar yordamida paydo qilinadi. Masalan, odam organizmiga e, yot jism deymiz. Masalan, o'ldirilgan bakteriya, o'ldirilgan virus yoki uni tarkibiy qismlari vaksina sifatida odam organizmiga kiritilgandan keyin odam unga qarshi kurashib immunitet paydo qiladi. Lekin bu sun'iy bo'ladi. Lekin nima? Faol. Odam o'zi kurashib, o'z immunitet shakllantirilyapti. O'shaning uchun ham sun'iy faol immunitet deyiladi. Faol bo'lmagan, ya'ni passiv immunitet bu qanday bo'ladi? Ya'ni odam organizmi, masalan, uni misol tariqasida aytishim mumkin. Men qaysidir bir kasallik bilan kasallanib turib, menda immunitet shakllandi, lekin meni yonimda sherigim aynan mana shu kasallik bilan kasallandi, lekin immunitet shakllanmadi. Ya'ni u kuchsizroq bo'lib turibdi. O'sha vaqtda mendagi tayyor immun zardobni olib turib, unga qarshi qilib qo'yilishi bu e, faol bo'lmagan sun'iy immunitet deyiladi. Tushuntira oldimmi? Har biriga bo'lak to'xtalib o'tamiz. Endi tug'ma, ya'ni turga xos bo'lgan immunitet har bir turga, hayvon yoki odamning boshqa turdagi kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlarni yuqtirmaslik xususiyati hisoblanadi. Odamning tovuqlardagi vabo yoki shoxli hayvonlardagi o'lat kasalliklariga, hayvonlarning o'z navbatida esa odamlarda paydo bo'lgan suzak, meningit, qizamiq, qorin tifi yoki boshqa qator odam uchun patogen bo'lgan mikroorganizmlarga berilmaslik qobiliyati bu nima deydi? Turga xos bo'lgan immunitet deyiladi. Onadan homiladorlik paytida bolaga qizamiq, difteriya, ko'k yo'tal kabi kasalliklarga qarshi immunitet o'tadi. Ya'ni platsentar immunitet bu bola tug'ilgandan keyin bir necha oygacha bu kasalliklar bilan kasallanadi. Agar u bolasini emizib turgan bo'lsa, ya'ni 6 oygacha, o'shaning uchun ham qizamiq, qizilcha bilan bola kasallanmaydi deb aytiladi. Orttirilgan immunitet bu qanday? Bu odam organizmi yoki hayvonning shunday yuqumli agentlarga berilmaslik xususiyatiki va bu uning individual rivojlanish jarayonida, ya'ni hayot faoliyati davomida o'ta spetsifik bilan xarakterlanadi. Masalan, difteriya, qorin tifi yoki boshqa yuqumli kasalliklar bilan
og'rigandan keyin bu kasalliklarga nisbatan immunitetning hosil bo'lishi va organizm bu kasalliklarga berilmaydigan bo'lib qoladi, lekin boshqa yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilarga moyilligi saqlanib qoladi. Ya'ni qaysi bir kasallikni boshimizdan o'tkazganimizdan keyin unga qarshi turg'un immunitetning shakllanishi misol qilsak bo'ladi. Masalan, hayotimiz davomida bir marta kasallanadigan qizilcha, qizamiq, suvchechak, tepki degan kasalliklar bor. Bular orttirgan immunitetga misol bo'lishi mumkin. Sun'iy immunitet, ya'ni sun'iy faol immunitet haqida gap ketadi. Bu yerda organizmni yuqumli kasalliklardan asrash uchun sun'iy yo'l bilan paydo qilinadigan immunitetga sun'iy immunitet deyiladi. Sun'iy ikkita turi bor, faol va passiv. Ee, Vaksinalar ta'sirida paydo qilinadigan immunitet bu aktiv immunitet deyiladi. Ya'ni bunda organizmga mikroblarni o'ldiruvchi ta'sir ko'rsatadigan yoki ularga toksinlarni neytrallaydigan spetsifik antitanalar sintezlanadi. Ya'ni odam organizmi bunga qarshi faol kurashishni boshlaydi. Ya'ni bunday immunitetni uzoq vaqtgacha mazkur kasallikdan asraydi. Ya'ni bu odam organizmi masalan vaksinatsiyalar, ya'ni emlashlar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni emlashni ham hali turlari haqida o'tiladi. Emlashda rejali, rejadan tashqari emlash degan turlari bor. Mana shular orqali ta'minlanadi. Faol bo'lmagan turi, ya'ni passiv immunitet, ya'ni tayyor bo'lgan immunitet, ya'ni immun zardob antitanalarni odamdan odamga o'tkazish. Immunitet organizmda boshqa immun organizmdan olingan tayyor antitanalarning kiritilishi natijasida paydo bo'ladi. Zardob vositasida emlanganda faol bo'lmagan, ya'ni passiv immunitet hosil bo'ladi va bunda immunitet qisqa muddatdagina ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni mazkur kasallikdangina himoya qiladi. Yuqoridagilardan ko'rib chiqilgan holatda deydi immunitet turlarini sistematik tarzda quyidagicha ifodalash mumkin. Profilaktik emlashlar vaksinatsiya reja asosida o'tkaziladi. Yuqumli kasalliklar bilan kurashishda ishlatiladigan yutuqlar asosan emlash orqali bog'liq bo'lib hisoblanadi. Kelajak avlodga mana shuning uchun ham mana shu darslarni o'tilgan vaqtida hamma vaqtni o'quvchilarimga aytaman. Ya'ni emlashning foydali tomonlari. Ya'ni ko'pchilikda hozir dezinformatsiya deydi, emlashlar haqida noto'g'ri tushunchalar bor. O'shalarni agar biz to'g'ri bilim bera olsak, bir aholida, talabalarda masalan immunitet, ya'ni emlashga bo'lgan ijobiy fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Endi antigenlar degan bor. Antigen, ya'ni bu so'z ma'nosidan kelib chiqib turibdi. Odam makroorganizm, ya'ni odam uchun yot bo'lgan genetik tomondan yoki kimyoviy tomondan yoki boshqa tomondan organizmimiz uchun yot bo'lgan jismlar bu antigen deb aytiladi. Ikkinchiga kirganda uning immun organizmni, ya'ni immunitetni qo'zg'ata oladigan, uni ta'sirlantira oladigan yot jismlarga antigenlar deb aytiladi. Antigenlar xarakterli xususiyatlari antigenlik, immunogenlik va o'ziga xosligi bilan bir-biridan farqlanib turishi kerak. Antigenlik deydi, ya'ni bu antigen molekulasining potensial faollashuv qobiliyati immun zardobning tarkibiy qismlari va immunitet omillari bilan maxsus o'zaro ta'sir qila olish qobiliyati hisoblanadi. Ya'ni antigenga qarshi bu yoqda antitananing paydo bo'lish jarayoni antigen antitana kompleksi deb aytiladi. Mana shu jarayon ya'ni ko'pgina kasalliklarga qarshi diagnoz qo'yganda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Ya'ni har bir kasallik qo'zg'atuvchining o'zining antigenlari bo'ladi. O'shanga qarshi spetsifik antitanalar, ya'ni antitanachalar sintezlanishi kerak. Bu organizmning immun javobi bo'lib hisoblanadi. Immun tizimida tarkibiy qismlari butun antigen molekulasi bilan o'zaro ta'sir qilmaydi, faqat uning kichik maydoni orqali, ya'ni antigen determinanti yoki epitop bilan ta'sir qilishi mumkin. Mana antigenning tuzilishi, xillari va uning tarkibiy qismlari bo'yicha. Antigenlarning tuzilishi, mana antitananing tuzilishi, o'sha jarayonda paydo bo'ladigan antitananing sezuvchi qismining paydo bo'lishi, bog'lanuvchi qismining, og'ir zanjirining paydo bo'lish qismi degan narsa bor. Ya'ni o'sha antitanalarning tuzilishi bor. Antitanalarning ya'ni differensirovkasi, ya'ni taqsimoti, ya'ni uning nima desa bo'ladi? Sistematikasi. Bu yerda T helperlar, T limfosit, B limfositlar, bazofil hujayralar masalan, eozinofillar, ya'ni allergik javob qaytaruvchi reaksiya hujayralari bo'lib hisoblanadi. Immunoglobulin A, immunoglobulin G, M degan turlari bor, ya'ni bu immunoglobulinlar, ya'ni bu ham immun omillar hisoblanadi. Antitananing tiplari
u rasmlarni bir ko'rib chiqasizlar. Ya'ni agar bu rasmlarni yaxshi ko'rib o'qib chiqsalar, judayam ko'p ma'lumotlar keltirilgan. Pil limfatsizlarning shakllanishi